Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Jul Vern qalamiga mansub Kapitan Grant bolalari romanini taqdim etadi. Kapitan Grantning bolalari bu Jul Vernning eng mashhur sarguzasht romanlaridan biri bo'lib, unda Grant ismli kapitanning yo'qolgan bolalarini qidirish uchun bosh qahramonlar birgalikda sarguzashtga otlanadilar. Grant kapitan o'zining kemasida halokatga uchragan va qaytib kelmagan uning bolalari o'z otalarining qayg'usini bartaraf etish uchun ularni topishga harakat qiladilar. Qahramonlar sayohatga chiqishdan oldin kapitan Grantning oxirgi xatini topadilar. Xatda uning joylashuvi haqida noaniq ma'lumotlar bor va shunga asoslanib qahramonlar janubiy yarim sharda topilmagan va xavfli hududlarga sayohat qilishadi. Ilmiy fantastik elementlar. Vern o'z asarida ilmiy faktlar va hayajonli sarguzashtlarni birlashtiradi. Sayohat davomida ilmiy tushunchalar va geografik ma'lumotlar keltiriladi. Bu romanni nafaqat sarguzasht, balki ilmiy hikoya sifatida ham qiziqarli qiladi. Kitobda deniz sayohatlari, yovvoyi tabiat va ochiq dengizda kutilmagan vaziyatlar haqida ta'riflar mavjud. Sayohatning motivatsiyasi kapitan Grantning bolalarini qidirish, ularning otasi hali omon, lekin qayg'uli holatda ekanligini va uning yo'qolishi orqali sayohat davomida qahramonlar bir-birlariga yordam bera boshlaydilar. Ularning sayohati davomida bir nechta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Xavfli o'rmonlar, tubdan iqlimlar, yovvoyi hayvonlar va boshqa tabiiy ofatlar. Qahramonlarning o'sishi va mashaqqatlari. Asarda qahramonlar ruhiy va jismoniy sinovlardan o'tadilar. Bu ularning jasoratini, sabr-toqatini va bilimini oshiradi. Robert va Meri Grant o'z ota-onalariga bo'lgan mehr, muhabbat va sadoqatidan ilhomlanib sayohatni davom ettiradilar. Tabiat tasvirlari va uning insonlarga bo'lgan ta'siri muhim o'rin tutadi. Vern tabiatni sarguzashtlarning ajralmas qismiga aylantirib, uning hayotiga bo'lgan tazyiqi va go'zalligini tasvirlaydi. Roman davomida insonning tabiati bilan kurashuvi va uning kuchini tasvirlash orqali uning bir-biriga bo'lgan muvozanatini ko'rsatadi. Kapitan Grantning bolalari bu faqat ilmiy fantastik roman emas, balki insoniyatning sadoqati, jasorati va tabiat bilan o'zaro munosabati haqida chuqur fikr yuritish imkoniyatini beruvchi asar. Vern o'z o'quvchilarini ilm-fan va sarguzashtlar orqali haqiqiy dunyo haqidagi bilimlarni kashf qilishga undaydi va bu uning yozuvchilik merosining ajralmas qismi sifatida qoladi.